Biz aldanib, hech boshqalar aldanib qolmasin. Viza urilmagan mana shuncha kishi mana o'tiribdi. Kelishimiz ham sarson bo'lib, ketishimiz ham sarson bo'libdi. Mana hammani qo'lidan chiqarib Mana jat firmadan kelganlar xor bo'lib yuribdi. Aeroportdan bittasi kutib oldi, Gazprom-Sagacha, Gazpromdan bittasi kutib oldi. Bu yoqqacha pulini olib ketdi. Bari pulini olyapti, so'rayapti. Mashinliklar to'rtta 5 ta mashinlik dastlab xor bo'lib yuribdi. Assalomu alaykum azizlar. Siz bunday videoni ko'rganingizdan keyin tabiiy holatki dilingiz xira bo'ladi. Va sizda shunday savollar tug'ilishi mumkin. Jet Travel nahotki shunday bo'lsa, vizalari chiqmasa, mashinalari kelmasa, hattoki hotellari bo'lmasa. Keling, asl haqiqat qayerdaligini biz emas, hojilarimizdan so'rab ko'ramiz. Ovqatlarimizdan kamchiliklar. Xo'p, firmamizda bu Jet Travel'dan muammolar. Allohga ming marta shukrlar aytib o'tiribsan. Ko'rsatganiga shu joyga payqadamdan sizlarga ham rahmat. Bolalaring sizlarning ko'rsin. Hammamizga yana shu yillar kelish nasib etsin. Allohu akbar. Xo'p, mana 2025-yil 6-mart sanasida hojilarimiz bilan gaplashyapmiz. Inshaalloh yemoqlaridan hech qanaqa muammo yo'q. Ziyoratlari joyida bo'lyapti. Haramdan kelishgan yo'q. Faqat iftorga kelyapti, saharlik uchun kelishyapti. Inshaalloh hammasi joyida, zo'r. Bu hozir iftor paytidamiz. Mana bugungi kunimiz 2025-yil 6-mart sanasida ekanmiz. Oshxonada uchrashdik siz bilan. Hoji bobo, bizdan kamchiliklarimiz, xo'p, taomlarimizdan shikoyatlarimiz, bu firma tomonidan shikoyatlarimiz bormi? Yaxshi. Juda ham yaxshi. Joyida. Inshaalloh. Normallik qilib qo'yishgan. Hozirgi bizi bu holatlar qanaqa bo'lyapti? Avtobus yoki boshqa kamchiliklar? Yo'q, hozircha kamchiligi yo'q. Kamchilik Xudoga yo'q. shukr. Quvvat boricha harakat qilishyapti bizlar ham. Sog'liqlar joyida. Xudoga shukr. Sog'liqlarda muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizi hamshiralarimiz bor. 50 boshlarda, ya'ni ayol 50 boshlarimiz bor. Bora? Bora. Amr ma'ruf qilyaptilar, eshityapmiz. Xudoga shukr. Bomdoddan keyin qilishyapti. Shomdan oldin bo'ldi. Amr ma'rufda ishtirok etdik. Alloh sizlardan ham rozi bo'lsin. Savolingizga javob beryapman, xursandligimdan javob beryapman. Siz yaxshi elik bo'lib nima qildingiz, bizga rahbarlik qildingiz. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Hol ahvolimizdan so'radingiz amma. Alhamdulillah, bizga Alloh sizdek elboshini berganiga alhamdulillah, Allohga shukr. Ya'ni avtobusimiz xilla yengil bo'lib qoldimi? Hozir yengil bo'lib qoldi. Alhamdulillah. Mana barcha gap qayerdaligini bizning hojilarimizning o'zlari gapirib berishdi. Biz ularga o'rgatib qo'yganimiz yo'q yoki shuncha insonga birma-bir o'rgatib chiqish bizga ham naf keltirmaydi. Bir gapga ishonishdan oldin yoki bir gapni aytishdan oldin ozgincha o'ylab, keyin qaror chiqarsak yaxshi bo'lardi. Ha, aytgancha, travel tanlashda adashmang. Jet Travel doimo siz bilan birga. Siz ham buni safarga bormoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Eshiklarimiz siz uchun ochiq. Sog' bo'ling.